Aytganimizdek, keng assortimentda iPhone modellarimiz xudo xohlasa bugun svej tovarlarimiz kelib keldi. Assalomu alaykum, hurmatli global media obunachilari va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun men sizlarga xudo xohlasa O'zbekistonda hali ishlamagan hamda yangi SIM plus SIMlargacha o'tgan iPhone modellarimizni inshaalloh arzu qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlar ma'qul kelsa, xudo xohlasa bemalol zakaz berasizlar. Bizda Optimga hamda donaga smartfonlar inshaalloh keng assortimentda mavjud. Hozir videoda qo'ygan narximizdan siz foydalangani olsangiz, eng kami 10 ta oling. Biz sizga qo'limizdan kelgancha 20, 30, 40 dollargacha chegirma qilib, siz ham biz sotayotgan narxdan arzonroq sotishingizga xudo xolasa javob beramiz. Har bitta smartfonning narxlarini ancha o'tib beramiz. Hurmatli onachilar, qo'limda 17 Pro'ni hamma ranglisidan blue, SIM plus SIM, Koreya region bular, orange hamda silver. Sizlarga nechta kerak? Zakaz beringlar, xudo xolasa 256 hamda 512 tani keng kolleksiyada yetkazib beramiz. Xo'p, 17 Pro Max'larda ham eng hadovoy bilasizlar silver hamda blue. Endi narxi 50-60 dollargacha arzon bo'lgan orange ranglilardan ham xudo xolasa nechta desalar bor. Zapechatini yangi xudo xolasa smartfonlarimiz. Aytganimdek, SIM plus SIMlargacha o'tgan narxlari donaga olgan obunachilar uchun 1470 dollardan 256 talik 17 Pro Max'larni esa 1605 dollardan chegirmada qilib beramiz. Foydalangani 5-10 ta olganlarga 30-40 dollardan xudo xolasa chegirma qilib beramiz. Men sizlarga narxlar tanishtirishni boshladim. Telefon juda ham ko'p. Yaqinroqdan bitta o'zini ko'rsatsangiz, 13 Pro'larda eng hadovoy green, gold, grey hamda oq ranglilar. Xudo xolasa birma-bir ko'rsataveramiz. Videoda pastdagi yo tevadagi nomerlarimizga yozsalarning har bittasini shuna qilib qirvoqlarigacha tashlab beramiz. Bularda zaryadnilari ham turibdi. Hozir bitta zaryadnini yaxshisini olaman, siz simini ham 15 dollarga olasiz. Bu ichida bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hammasi 128 talik. Yomkis batareykalari 84 dan 94 yomkisgacha, narxi esa 440 dollardan xudo xolasa donaga nechta desalar yetkazib beramiz. Aytganimdek videoda narxlari Optimga ancha arzon chiqadi. Hamma ranglisidan erinmasdan bitta ko'rsataman. Ko'ring, juda ham a'lo holatda. Uni ustiga O'zbekistonda ishlamagan bu smartfonlarda regionlari Amerika region, SIM plus SIMlargacha o'tgan. Yashiliga ulgurib qolinglar, chunki bu smartfonning atiga 4 dona kelgan. So'rov nihoyatda ko'p. Endi o'zimga yoqqan oq ranglisidan shuncha 13 Pro'ning ichida atiga 1 dona kelibdi, hurmatli onachilar. Birorta nuqtasi yo'q. Xuddiki yangidek holatda ko'rsatlari smartfonlarda 440 dollardan nechta desalarni yetkazib beramiz. Endi juda ham kamyob bo'layotgan hozirgi kunda bozorda iPhone 15 Pro Max blue ranglisi zaryadnilari bilan, original kabellari bilan. Holat juda ham tiniq holatda. SIM plus SIMlargacha o'tgan regionlari Yaponiya region. Xo'p, qora ranglisi, serioznisi. Hammasi 256 xotirali hamda hadovoy bo'lgan natural ranglisidan mana nechta desalaring yetkazib beramiz. Ideal smartfonlar xudo xolasa. To'g'risi bu smartfonlar hozir kirib keldi. Kelganiga hali 2 soatdan bo'lgani yo'q. Artib tozalab, hatto batareyka foizlarini ham chiqarganimiz yo'q. Orqalariga qog'oz chiqaramiz ertadan. Batareykasi 89 dan 94 yomkisgacha xudo xolasa. Narxlari o'shinga qarab chiqadi. Xo'p, 740 dollardan 780, 775 dollargacha qilib beramiz. Bundan men termadim, mana korobkada yana turibdi, uni ham ko'rsating. Ko'pini ochmadim. 15 Pro, 15 Pro Max'larda xudo xolasa hamma ranglilardan qilib beramiz. Ketidan men sizlarga 15 Pro'da natural ranglilarni ham taklif qilaman. Hurmatli obunachilar, 128 hamda 256 ideal sostenada naturali va yoqimli, o'zimga yoqqan, har doimgidek maqtayman, oq, yangidek holatdagisi. Bu ham 128 talik hamda 256 Max'i faqat 256 kelgan. SIM plus SIMlargacha o'tgan ideal sostenadagi iPhone 15 Pro smartfonlarimizni foydalanib qo'yinglar. 660 dollardan 128 taligini 675 dollardan esa 256 tani taklif qilamiz. Endi yana keyin kolleksiyada xudo xolasa iPhone 13 Pro'larimiz sizlarga muntazir. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Har bittasini mana shuni olamiz, sizga ko'rsatamiz. Zaryadning holati a'lo holatda. Birorta nuqtasi yo'q, xudo xolasa. Erinmaymiz. Sizlar Telegramdan pastdagi yo tevadagi nomerlarimizga yozinglar. Qirvoqlari bilan video qilib tashlab beramiz. Narxlari ma'qul kelsa, xudo xolasa bemalol zakaz berib olasizlar. Bu smartfonlarimizni hali hech kim O'zbekistonda ishlatmadi. Shu eng zo'r tarafi hamda kabeli hamda birorta nuqtasi yo'q, eng zo'ri.
Endi mabodo hurmatli onalar, A- ichida mana ko'rib turibsizlar. 80 ta 13 Pro kelgan. Agar ichida B+ holatdagisi bo'lsa, 20-25 dollardan xudo xolasa tushirib beramiz. To'g'risi ko'p gapirib o'tirmadim. 5-10 minut ketgan vaqtlaringizni archivingizga unutamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaringiz bo'lsa, pastdagi yoki tevadagi nolarimizga hoziroq buyurtma beringlar. O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul to'lovlar oldindan 200 ming so'm, qolgani qo'llaringizga borgandan keyin to'lov qilasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.